Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 3-7 mart kunlaridagi haftalik dayjesti bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-mart kuni Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishida ishtirok etdi. Yig'ilishda yurtimizda korrupsiyadan xoli muhit yaratish bo'yicha qilingan ishlarga baho berilib, kelgusidagi vazifalar belgilandi. Prezident korrupsiyaga qarshi kurashish doimiy jarayon ekanini aytib, bu boradagi dolzarb masalalarni va kelgusidagi vazifalarni ko'rsatib o'tdi. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining ish uslubi o'zgartirilishi belgilandi. Buning uchun tajriba tariqasida 5 ta Sog'liqni saqlash, qurilish, suv xo'jaligi vazirliklari, neft-gaz va suv ta'minot jamiyatlarining compliance nazorati agentlikka o'tkaziladi. Agentlik tomonidan davlat xaridlari va boshqa sohalarda o'tkazilgan o'rganishlar natijasi yuzasidan vazirlik idoralariga 5 ta taqdimnoma, huquqni muhofaza qilish organlariga 3 ta so'rovnoma yuborildi. 3 ta normativ huquqiy hujjat loyihasi korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida iqlim texnologiyalari orqali suv resurslarini boshqarishni rivojlantirish loyihasi doirasida ajratilgan mablag'lardan samarali va oqilona foydalanishni hamda ushbu jarayonda ochiqlik va oshkoralik ta'minlanishi ustidan doimiy nazorat o'rnatadi. Agentlik tomonidan mazkur investitsiya loyihasini amalga oshirish jarayonida ochiqlik va oshkoralikni ta'minlash yuzasidan nazorat tadbirlari davomida masofaviy monitoring, joyga chiqib o'rganish va boshqa tadbirlar olib boriladi hamda amalga oshirilgan ishlar natijalari bo'yicha jamoatchilikka muntazam axborot beriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda Bosh prokuratura ishtirokida tibbiyot sohasida korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga qaratilgan tanqidiy-tahliliy yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda sohada bajarilayotgan ishlar sarhisob qilinib, mavjud xato va kamchiliklar atroflicha tahlil qilindi. Shuningdek, tibbiyot sohasidagi moliyaviy ishlar bo'yicha qarorlar hamda imzolangan shartnomalarni oldindan tahlil qilish orqali kelib chiqishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni bartaraf etish masalalariga ham alohida to'xtalib o'tildi. Agentlikka jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 150 ta murojaat kelib tushdi. Agentlikning qo'l markazi 12.53 ga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yo'llangan 60 ta murojaatga huquqiy yo'nalish va tushuntirishlar berildi. Agar siz korrupsiyaga duch kelsangiz, agentlikning qo'l markazi 12.53 yoki yantikor.uz platformasi orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.